Bugun ham bir yangilik bo'ladi, event keladi o'ylagandik. Event kelmagan bo'lsa ham bir yangilik bo'lib keldi bitta. Blitz Tournament Gold Rush. Xullas, modifikatsiyalar ham endi VIPlarga qo'shildi. Modifikatsiya nimaligini videomda tushuntirib o'tganman. Deyarli ko'p kishi bilsa kerak. Xo'sh, 5 dana shunaqa sandiqcha olsangiz agar pobeda berar ekan sizga. Xullas, bitta o'ynab ko'rdim. Kelgandan keyin ana o'sha ko'rishingiz mumkin, avatarni ham olib qo'ydim va iPhone'ini shu hozircha ikkita bo'ldi. Xudo xolasa hammasini olamiz. 5 dana qolgan, 5 dani ham keyin bayroqlarga ham o'tamiz. Bayroqlar shart emas, bular turgan joyda. Xo'sh, kelinglar bitta obzor ko'ramiz sizlar bilan. Xo'sh, karta yangi Roswell, New Roswell ya'ni. Xo'sh, bitta yaxshi игрок tushdi. Protivimizga endi. Tak. Bu ham normalniy ekan, ko'k ham. Kelinglar ko'ramiz. Ya'ni men shartini tushuntirmoqchiman sizlar uchun. Faqat men gollabmanmi deyman-da. Bitta narsani shunday nima qilaylik, to'xtab o'taylik. Resurs qayerlarda bor? Shuni ham ba'zilar so'raydi. Xo'sh, 3 ta bu tomonda bo'ladi, sal ko'kka yaqin ekan bu yerda. Tak, 2 ta bazada bo'ladi, 3 ta bu tomonda, 1 2 bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Xullas, bazani oldida bitta va o'rtada bitta bo'lar ekan resurs. Agar replay bo'lsa, Protiv tomondagina ham olsa bo'ladi. Chetga ko'proq qarash kerak ekan. 3 ta chunki. Agar sopra olsa bo'ladi-da konfidan ko'ra, chunki konfi keyincha bemalol oladi. Xo'sh, ketdik endi. Kassasi yaxshi bo'lishi uchun o'chirib qo'yamiz ko'rishni. Men qizil rusda, street ustida. Xo'sh, qaranglar. Ikkinchi minutda o'zi e'lon qilinar ekan, qayerga chiqishi. 2:30da o'zi chiqar ekan, xullas. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta chiqadi. Xullas, zaxvat tez ekan, unaqa sekin emas ekan. Kimni ko'rsangiz, men sekin sho'xilmay yurgan joyim. Qaranglar. Mana. O'zi zaxvat bo'lgan 2:40da. Men bo'lguncha zaxvat qilib bo'ldi. Haligi 20 sekunddan kam vaqt emasdi. Nima bo'ladi? Men hech qancha ololmadim bu ishida. Necho? Keyingisgacha 1 minut bor. 30 sekund qolganda e'lon qilinar ekan qayerda bo'lishi. Va men ikkitadan ko'proq olishga harakat qildim. Bitta, ikkitani oldim. Mana bu yerdagina olishga harakat qildim. Va qaranglar, ana shu yerda yagona bittasini urib qo'ymoqchidim. Buni kelishini bilmayman. Keyin qaytib full armiyada bordim. Sinash uchun top uchun emas-ku. Tavakkal qiladi odam. Bermadim menimcha. Ololmaydi menimcha. Bir martada 3 ta bo'ldi. Suratini ketdi. Yerdagini oldim. Yana 2 minutdan keyin chiqadi. Chetga qo'ymoqchi edim, qaytib yana hujumga keldi. To'kib tashlashim kerak. Xullas, yana 5 ta chiqar ekan. Oxirgisi mana
Hammada full KO deyarli. Faqat ko'kda sal kam ekan. Menda 90 KO. Mana bu 13'te 86 ekan. No. Manda уже orqa tinch bo'lganda. Men 3 dan o'xshaydi. 3 dan 4 ta qilib mana bu yerni ham berib qo'ydim-da. Ko'k kelib qoldi. Olsa var yani. Xullas shunaqa. Keyingisini qayerga chiqadi bilmayman. Keyingisi ham shunaqa chiqsa kerak. Xullas ko'pga bormaydi-da, Blitz 15 minutlarda tugaydi maksimum.